Yo'q, nimaga? Men maksimalniy zararjimman. Puldan xavotir olmang deydigan bo'lamish. Qaranglar, men переходni zo'r bo'ladi. Bundoq yopaman, qo'lim bilan. Qo'lim bilan yopib, bundoq ochaman. Ko'k suvda bo'lib qolamiz. Hop, soat 20:55. Biz hozir Toshkentdamiz va bozorlik protsess bor. Necha anaqasi? Nimasi? Kodimi? Hozir kodini ko'ramiz o'rtoqlar. 701. Kartchkanikini qarang, 813. 813. Jonli live. Aziz biron nima gaplaringiz bo'lsa ayting. Hayot yashash uchun berilgan. Hop, bu eng birinchi qism. Umid qilamizki, oxirgi emas. Hop, hozir kartoshka olindi, piyoz olindi, Aziz olindi. Aziz qachon olinmaydi? Hop. Endi nima olamiz? Ko'puni Shef nima olamiz? pomidor, bodring olishimiz. Pomidor bodring olishimiz kerak. Sabzi olishimiz kerak. Sabzi olishimiz kerak. Sabzi yo'q ro'yxat. Не, я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете, но чтоб... Никто. 5000. 5 millik sabzi olamiz. 5 millik sabzi. 5 millik sabzi. Hozircha rovni hisob-kitobga to'g'ri qolamiz. Sabzi faqat aniqligi, to'g'riga. Kam ko'p. Hisob-kitobga ukladib qolamiz paka. Keyingisini. Sabzi. Tak. Ha, bolgarskiy. Bolgarskiy. Bodring pomidor ham. O'lishdi yozilgan o'chunsa. Ha, mana. Bodring pomidor bolgar. Общий 80 ming. Bolgar baqala 80 ming so'm. Baqala nimaga? Bodring pomidor bolgar. Ondan kira podashov. Sari kerak emas, qizilli o'zi. Sari emas. Sho'rga bo'lmaydi. Yo'da to'rtta olmanda, anaqa Dilnotaga. yo'da bizning главный шеф-повар Dilnot aka unaqa narsalarga javob beradilar. Biz razveratsiya qilmaymiz, biz просто shu videoga olib turamiz. Ovqatdan muammo yo'q, chunki u yoqda hojatxona juda ham yaqin. 2 metr yursangiz hojatxona, o'shaning uchun qilganim muhim. Nima deysiz Aziz? Biron nima deyin. Men ham Rayxonda ishlaganman. Qozon-ko'pni zo'r qilib beraman. Rayxonda nima ishlagansiz? Shef-povar. Texnikka. Shef-povar bo'ldi. Aslida bo'lish. Voy, ko'zik. Qor yog'yapti. Hop, bolgarskiy olindi. Bodring ko'proq olasan. Bodring pomidor. 1 kilo 1 kilosini. Bodring pomidor. Nima deydi? Assalomu alaykum. Hop. Men уже настроение o'zgarishini sekin olib boraman-da. Toshkentdan boshlab yo'lgacha. Protsess, рабочий процесс. Рабочий процесс. Рабочий процесс. Fayzi bir nima deysiz подписчикlarga? Aziz nima deysiz podpishkalarga? Ko'ringlar, oxirigacha zo'r.
ishlayapman, 3 marta ishlayapman. Aziz biron nima deyin vlog uchun. Bekor eting. Anchesini uchun zararım. Lekin ko'tarishga unaqa holim yo'q hozircha. O'zi ancha 2 kundan beri uxlamadim. 3-chi kun. Baribir menga video rasm hozirasi shuni bilaman. Avaylab, gapirib, qalbim yozib beraman. O'zidan jertva yoqyapti. Hech kimga kerak emas videolar. Qalbim yozib berishlarini Xo'p. Aziz. Aziz muzikaga qo'yib bekor qildik. Ketdi Aziz. Vlog. Hozir mana biz borishimiz ketgan uncha mo'lon ko'rsatamiz. Zo'r kadr chiqdi. Mayli. Jal 05 tavasizmi? Ha. Qarang. Ko'p, navbatdami? Ketaman hozir. Anaqa biz hozir namchor bor. Xo'p. Ishgacha keldik. Hozir yana yarim soat yo'l bor. Yarim soat yo'l qoldi, ancha. Yarim soat yo'l bor, undan keyin Black Hood 18 kilometr yo'l bor. So'z erkinligi bizda. Bizlar Ko'ksuvga yetib keldik. Xo'p, Ko'ksuvgacha 20 kilometr. Chiqishdan oldin hissiyotlar. Hop, bir yarim soatda yetib olamiz. Sizlarchi? Dam olmasdan chiqib olamiz. Men juda zaryajimman. Men uchun hech narsa emas. 18 kilometrlar har kun ertalab yuguraman 18. Sizlarchi? Yurgandi. Sizlarchi? Ha, eshiklarda yuramiz hozir tetaga. Hozir yoshlarni tushunmayman deyman. Videoga olsa faqat. Biz hozir mana ketyapmiz. Biz hozir mana ketyapmiz. Juda opasniy yo'llardan chiqamiz. 30 sekund bo'lmadi, azim charchadi. Katta xayollardan topish kerak. Yo'limiz bexatar bo'lsin. Oxirgi videom bo'lmasin ish qilib. Xo'p, biz ketyapmiz. Biz где-то kilometr yurdik menimcha. 2 yurgan bo'lmasak, где-то plus minus. Shunga hozir mana ketyapmiz. Mana bunaqa manzara. Orqamdagilar. You don't know me, son. Orqamdagilar deb to'xtaq tushib ketsin. Lekin 2-3 kilometrdan holatga vaziyat bor ekan. Ancha yurib qo'ydik. No, kayfiyat zo'r. Kung Fu Panda'da Ugmay. Yo'q, ugmay emas, misol. Ishlapengki. Teskari keling. Sani lizardsan, kalta kese. Kalta kese bor. Hamma shu yerda. Ha? Qumli ekan, tim bo'l paradga yuzur. Biz yetib keldik. Alda o'tdilar. Hali dafiga bor edi.
Assalomu alaykum. Bugun biz Ko'ksuvga keldik. Siz bilmadim, xatim olasiz. Xatim olasiz. Peshingizni Ko'ksuvga kelmoqchi edik. Menimcha Ko'ksuvga keldik. Agar xatkadir chiqib ketgan bo'lsangiz. Nima deydi? Men nimadir deyishim kerakmi? Siz faqat yuzlarni olib chiqasiz. Yuzlani manimcha. Fikringizni Lekin so'rang. sizda qanaqadir man Intervyu oling, fikr so'rang. taassurotlaringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Keyingi odamga 2000. Keyingi odamga 2000. Keyingi odamni biratimiz. 2000 bering. Darmo aytamiz. Uzilib ketadi hozir. Yarimigacha borsangiz o'zi pizzasiz chiqadi. İyi, oyog'ini qo'yish kerak. Xo'p, biz vroде бы yetib keldik. Assalomu alaykum. 1 daqiqa vaqtingizni ajratsangiz. Boyla ichini boyla. Siz nima qilyapsiz? Men hozir achib qoladigan narsalarga tabiiy o'zimiz neandertallar ishlab chiqqan xolodilnikga soldim. Tushuntirib bersangiz qanaqa ishlashini? Qaranglar. Bu yerdan oq suv keladi. Xo'p, Bu yerdan kir suv, bu yerdan oqib ketadi cho'nsini. xo'p, Mana bu atrofi o'ralgan tosh bilan. xo'p, Sababi ham narsalarimiz oqib ketmasligi uchun, ochib o'tirmasligi uchun. xo'p. Hop, yana nima savollaringiz bor? Bemalol biror javob beraman. Qanchadan beri bu sohada sizga? Hozircha bu sohada где-то 10 minut bo'lib qoldi. 10 ming? 10 minutdan beri shu sohadaman. Bu darajaga qanaqa erishdingiz aka? Og'ir mehnat bilan, to'g'risi biz oddiy oilada katta bo'lganmiz, boy oilada emas. O'shaning uchun ham og'ir mehnat bilan shu darajaga keldik-da mana. Bo'pti aka, rahmat, sog' bo'ling. Xolodilnik deb nomlasak bo'ladimi buni nimani? Buni muzlatgich deymiz. Bo'ldi, xo'p aka, sog' bo'ling. A few moments later. Nima o'tiribsiz? Aziz hozir muzlatgich chiqyapti, men ideyasini berdim, to'g'rimi? Ha, shunday g'oya muallifisiz. Kompyuterni bilasiz. Faqat bitta xavfi bor. Ko'la suzib ketib qolishi mumkin-da chiqib. O'shani ham anaqasini olib qo'yapman. Agar suzib ketib qoladigan bo'lsa, bizda eng yaxshi suzuvchi bu Nurbek. Pavel! Oh my god! Pavel! Moto. Menga shunaqa video olib beringlar. Nima? Qanaqa emotsiyalar? Уже bizda soat necha? Soat 8:55. Hozir men ishonsa qilmaydiganlar safidaman. Chunki oyoq kiyimim ma'lum bo'lgan. Shu bilan birga men ham chunki noto'g'ri oyoq kiyim tanlaganimiz uchun Mana men bilan hozir o'tirib kelishyapti, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda Fayzi o'choq bilan shug'ullanyapti. Hozir ko'mir qilishadi-da, cho'q qilishadi-da.
Imza hozir shashliklarni istiqomat qilamiz. Hintlar o'zi chiqqan narsa samolyot bilan so'rib qo'yadi.